Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan sog'lik salomatlikda görüşüp turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizlarga bugun Gavion Setga Evrozaborlardan ozroq informatsiya berib o'tamiz. Orqamda turgan Evrozabor bo'ladi. 3D formatda Germaniya texnologiyasida ishlab chiqarilgan. Bo'ylarini kelib o'tadigan bo'lsak, zaborlarimizni 1 metrligi, 1.20ligi, 1.60ligi 2 metrdan tashkil etadi. Yenine hemesi standart 2,5 metrni tashkil etadi. Görüp turganlar sim qalınlıqları 5 mm'lik, 3 mm'lik, 4 mm'lik sim qalınlıqları bo'ladi. Endi zaborimizning afzalliklari boshqa ishlab chiqaruvchilardan ko'p oluvchilarning javobi kontaktchilari ibarbarat edi. Bizaniki Germaniya texnologiyasida ishlab chiqarilgani uchun bunday narsalarni o'ylamasanglar ham bo'ladi. Har bir kontaktga o'z amperida, har bir kontrolunda quriladi bular. Lichinkalarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, lichinkalari 7 sm, 20 sm ni tashkil etadi yoki bo'lmasa 5 sm, 20 sm ni tashkil etadi. Bundan tashqari bizda bunday dekorativniy Gavion setkalarimiz bor. Buni har qanday nalarda ishlatishingiz mumkin. Xohlang xona quring, bundan xohlang g'ishtni orasiga qo'yib bering. Xohlang nima deydi? Dekorativniy o'zini toshlari bo'ladi. Toshlarni oralariga qo'yib ishlasangizlar ham bo'laveradi. Bizning manzillarimiz, Glavniy zavodimiz Toshkentda joylashgan, filiallarimiz bor. Xorazmda, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan bor. Bizlar bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Agar shu videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like, kanalimizga obuna bo'lib, rivojlanishimizga yordam etasizlar degan umidamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.